Muxlisa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi- Yaxshimisiz? Alaykum, Mani ismim yaxshi. Gulazar. Aha. Sanoat qurilish bankida HR xizmati menejeriman. Muxlisa, Mhm. sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan Mhm. suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti xizmat rahbarlari o'tkazishadi. Mhm. Birinchi o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tiring, keyin savollarni boshlaymiz. Shu man Umarova Muxlisa 2000-yilda tug'ilganman. Am, Toshkent moliya institutini bitirganman. 2019dan 2023gacha qizil diplom olganman. Sanoat qurilish bankini o'zida stajirovka o'taganman. 4-5 oy plastik bo'limida. Shu bilan mm, farzandli bo'lib, ish faoliyati yakunlangan. Mana endi Ya'ni endi boshlaysiz, xudo xohlasa. bog'chaga chiqib endi ancha yaxshi bo'lgandan keyin, o'zi mustaqil bo'lgandan keyin yana xudo xolasa endi karyeraga qaytish niyatidaman. Mhm. Yaxshi. Sharofiddin aka, anaqa kameralarni yoqib qora olasizlarmi? Iltimos, savollaringlarni boshlashinglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Muxlisa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mahalla bankirining asosiy vazifalari nimalar? Bo'yicha bir gapirib bersangiz. Shu tushunishim bo'yicha shu biriktirilgan mahalladagi aholini o'rganish, kreditmi, omonatmi, nima ehtiyoji bo'lsa bankka shu haqida ma'lumot berish, tushunmaganlarni o'rgatish, dokument yig'ishda yordam berish. Yana savolim, o'zini o'zi band qilish deganda nimani tushunasiz? Yattita ochadi, yakka tartibdagi tadbirkor bo'ladi. Ya'ni u mm, tadbirkor, lekin o'zini, ya'ni band qilgan tadbirkor bo'ladi, kichkina. Ya'ni imtiyozlari ham boshqacha, boshqa tadbirkorlarga nisbatan. Masalan, parrandachilik bilan shug'ullanishi mumkin, uyida issiqxona tashkil qilishi mumkin. Taksi haydovchilari ham shu o'zini o'zi band qilgan shaxslarga kiradi. Biznes reja. Nima bu biznes reja haqida bir tushunchaga egamisiz? Gapirib bera olasizmi? Endi libo biznes ochayotganda biznes reja bo'ladi-yu, masalan, qancha pul ketadi, qayerga yo'naltiriladi, nimadan boshlanadi, shular biznes reja. Masalan, biror ayol tikuv sex ochmoqchi bo'lsa, o'zini o'zi band qilish uchun unga moslamalar kerak bo'ladi. O'sha moslamalarga masalan kredit olishi mumkin, xaridor topishi mumkin, qayerdan tovar olib kelishi, olib ketishi. Uzrman, aralashdim. Anaqa suhbatinglarga Jizzax viloyatidan kim ulandi hozir? Forish tumani deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizniki adashmasam suhbatingiz 15:30 edi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ismingiz nima edi sizni? Abdurazzoq aka, sizmisiz? Ha, 15:30da edi. Soat qarasam 15:00 ga turgan ekan. Turayapman. 15:30 kiradi. Mayli. Hozir boshqa nomzodlar bilan suhbat ketyapti. Men opa, Labbiy. tushunarli. Xo'p, 15:30 da ulanasiz. Tushunarli. Sharofiddin aka, suhbat davom ettirsanglar bo'ladi. Yana savolim, kredit haqida tushunchangiz bormi? Kredit nima o'zi u?
qanaqa tasdiq beriladi, qanaqa hujjatlar beriladi? Kreditni o'zini tamoyillari bor. O'sha boshida 5 ta tamoyil edi. Shu ta'minlanganlik, muddatli to'lovlilik, foizlilik, qaytarishlilik. Endi hozirgi kunda bu ikkita tamoyili chiqib ketyapti sekin-sekin. Уже почти chiqib ketib ham bo'ldi. Ya'ni o'sha kafil kerak bo'lmayapti. Ya'ni o'sha ish joyidan e, oladigan daromadi kerak bo'lmayapti. Faqat to'lovni to'lashi, foizi bor, muddati bor. Shu 3 ta tamoyil asosida qolyapti bugungi kunda. Kredit endi olinadigan maqsadi bo'ladi. Maqsadiga qarab ajratilinadi. Yili, foizi shularga qarab ketadi. Ba'zi narsalarda, ya'ni ba'zi sohalarda imtiyozlar bo'lishi mumkin kreditlarda. Shu davlat tomonidan yoki o'zi bankka ixtisoslashtirilgan yo'nalishlari bo'yicha. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qisqacha qo'shimcha qilmoqchi edim. Qizimizni oxirgi kredit bo'yicha berilgan savollariga ismim Akmal, davlat dasturlarida. 5 ta tamoyili bor dedingiz, 5 tamoyildan ikkitasi chiqib ketyapti dedingiz. Ikkitasi degani kafillik chiqib ketyaptimi? Kafillik bilan daromad to'g'risida spravka so'ralish dedingizmi? Hozirgi kunda ya'ni общий to'liq chiqib ketmagan. Bu yengillashyapti-da odamlarga. Masalan, o'sha aytayotgan kichkina biznesga ko'pincha hozir kafil kerak bo'lmayapti ba'zi yo'nalishlar bo'yicha. Mikrozayimlarda onlayn zaym, onlayn qarz olish bo'yicha bu yengillik bo'lyapti, ya'ni aholiga osonroq, tushunarliroq kredit olish bo'yicha. Tushunarli, to'g'ri gaplaringiz qaysi ma'noda, lekin u tamoyiliga kirmaydi. Ya'ni tamoyiliga ta'minotiyligi, ya'ni ta'minlanganligi, ta'minot bilan ta'minlanganligi kiradi. Lekin kafil so'ranyapti degani ta'minotsiz garov bankka bermaydi yoki berishi mumkin degani emasda, baribir garov bo'ladi. Sug'urtami yoki bo'lmasa mol mulk garovimi, garovsiz ta'minotsiz kredit chiqmaydi. Unda kredit bo'lmaydi u. Unda qarz bo'lib qoladi. Boyagi ikkinchi deb o'tganingiz to'lov to'g'risida dalolatnoma yoki bo'lmasa spravka ma'lumotnoma deydigan bo'lsak, u tamoyillar turiga kirmaydi. U umuman mijozi to'lovga qobiliyatliligini tekshirish uchun so'raladigan ma'lumotnoma. Kredit ajratish uchun kredit olish istagini bildirgan, bankka murojaat qilgan zaemщик deymiz, bank mijozini to'lovga qobiliyatliligini tekshirish kerak bo'lgan hujjat. U kredit tamoyillariga kiritilmaydi. Ma'lumotni savollar bo'lsa marhamat endi. Boshqa savollar yo'q bo'lsa, Muxlisa, sizga kattakon rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Rahmat. Kelajaklaringizda omad tilaymiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Keyingi nomzodda internetda sal muammo bo'lgan ekan, hozir ulanadilar. Assalomu alaykum. Rustam, Zoomga ulandingizmi? Assalomu alaykum. Ulan. Assalomu alaykum. Kamerangizni yoqib qo'ysangiz bo'ladimi? Formada emasman lekin. Mayli. Hop, assalomu alaykum yana bir bor. Mani ismim Gulasal. Sanoat qurilish bankida HR bo'lim menejeriman. Rustam, sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti xizmat rahbari va departament direktori o'rinbosari o'tkazadilar. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savol-javob bo'limiga o'tamiz. Gapirdim. Tushib qoldim. Ha, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savol-javobga o'tamiz. Men Maxkam Rustamman. Shu Toshkent Qibray tumanida tug'ilganman. 2019 shu YoJuga kirib o'qish boshlaganman. 24-yil tugatganmiz, lekin shu ma'lum bir sabablarga ko'ra bank sohasida ishlamaganman. 2 oycha stajirovkada yurib harakat qildim, no bo'lmadi. U joy ochilmadi. Shu bois keyin bankka to'g'ri harakat qilganim yo'q boshqa ishlarda ishlashga. 2012-yildan beri hukumat obyektlariga xizmat ko'rsatishda faoliyat yuritaman. Shu kungacha, hozirgi kungacha. Qotib qoldim. Ha, rahmat. Sharofimdagi savollaringizni beraverasizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bank haqida tushunchaga egamisiz? O'zi bank o'zidami? Bank moliyaviy savodxonlik oshirish maqsadida foydalaniladigan va fuqaro va tashkilotlarga xizmat ko'rsatishga moslashgan bo'lim desak ham bo'ladi. Atak qisqacha shunaqada, yani atak to'liq ma'lumot berish qiyin. Bor. Savolim, mahalla Qo'yishdim. mahalla bankirligiga nomzodsiz. Mahalla bankirining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Tushunchaga egamisiz? Shu ozgina vaqt oldin shu vakansiya bo'yicha ham bir chaqirishgandi. Просто borman. Nurofshonga chaqirilgandi. Mahalla bankiri mahalla fuqarolarini bank sohasi bo'yicha o'z ish faoliyatini tanishtirish va kredit masalasi bo'yicha yoki biron bir karta plastik tizim bo'yicha tushunmaganlarni o'rgatish maqsadida faoliyat olib boradi. Qisqacha. Qiynalgan kredit masalasi bo'yicha qiynalganlarga kredit olishga yordam beradi. Qisqacha shularga. Sharofiddin aka, yana savollar berasizmi? Haqida tushunchangiz bormi? Kredit nima o'zi?
kredit kerakli mablag'lar o'z ehtiyoji uchun kerak bo'lgan mablag'larni olish uchun yaratilgan tizim. Boshqa savolim yo'q. Rustam aka, ajratgan vaqtingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kelgusi ishlaringizda omad tilaymiz. Sizga yana aloqaga chiqamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Abdurazzoq aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Yaxshimisiz? Xo'p, ovozingiz sal pastroq eshitilyapti. Mani ismim Gulasal, Sanoat qurilish bankida HR bo'limi menejeriman. Xo'p, sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti direktori o'rinbosari hamda xizmat rahbari o'tkazishadi. Faqat o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollar beriladi. Ovozingizni sal chiqazib olasiz faqat. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib berasizmi? Men Mirzayev Abdurazzoq Abdurahmonovich 1984-yil Forish tumanida tug'ilganman. Ish faoliyatimni 2003-yildan boshlaganman. Samarqand viloyat savdogar bank sistemasida kurerlikdan boshlaganman. 2014-yildan Forish tumaniga oilaviy sharoit xotinamga endi aniq qilgani uchun qaytib kelganmanda Xalq bankda ichki nazorat bo'limida ish faoliyatini boshlaganman. 2021-yildan Xalq bankda ishdan bo'shadim. U yerda o'zimni opacham ishlaganligi sababli aka, uka, opa, singil, yaqin qarindoshlar ishlash mumkin emasligi sababli ishdan bo'shaganman.
2023-yilda Savdo sanoat palatasi Forish tuman bo'limiga ishga qabul qilindim. 2025-yil 30 dekabrda qisqartirish kelganligi sababli bu joydan ishdan bo'shadim. O'rtada 2026-yil 16-martdanmi, 15-martdanmi Transbankka nazoratchi kassir lavozimiga ishga kirdim. Kassirlik g'olibga to'g'ri kelmaganligi sababli 94 kun ishladim. Bu joydan ishdan bo'shadim. Chunki allergiya, qo'lga changga allergiya bor ekan. Shu 4 kun bazo'r ishladim. Qo'ydim yana hozircha bekorman. Samarqand qishloq xo'jaligi institutida tugatganman. Toshkent iqtisodiyot universitetining xalqaro iqtisodiyot yo'nalishini tugatganman. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Rahmat kattakon. Sharofiddin aka, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga savolim mahalla bankirligiga nomzodingiz ekan. O'sha mahalla bankirining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Mahalla bankirining asosiy vazifalari mahallada yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikka jalb qilish, tushunmovchilik bo'lgan joylar tushunchalar berib, yangi ish o'rinlari yaratish asosiy maqsad. Yangi tadbirkor liniyalarini ochish, tavsiyalar berish, yo'nalish ko'rsatish, kreditlardan imtiyozlardan tushunchalar berish. Savolim Buni gapiryapsizmi? yo'nalishlar berish, misol uchun biznes rejaga tushunmovchilik bo'lsa tushuntirish ishlari olib borish yoki yo'nalish har qanday qaysi sohada qanday harakat qilsa foyda ko'rish, qisqasi tadbirkorlikka jalb qilish asosiy maqsad. Yangi ish o'rinlar yaratish. Rahmat. Keyingi savolim mahalla yettiligini eshitganmisiz? Mahalla yettiligiga kimlar kiradi tarkibiga? Mahalla raisi, xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari, ijtimoiy xodim, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi. Rahmat. Keyingi savolim o'zini o'zi band qilish degan tushuncha bor, o'sha qanaqa bo'ladi? Tushuncha bersangiz, o'zini o'zi band qilish degani nima tushuncha? O'zini o'zi band qilish bu bekor yurgan fuqaro, ishsiz fuqaro bir yilga hozirda 412 ming so'm to'lab, sohalari bo'yicha masalan, misol uchun qishloq sharoitida chorvachilik bilan shug'ullansa, parrandachilik bilan shug'ullansa, shu narsa uchun shug'ullanib, o'zini o'zi band qilib qo'ysa, bir yil staj hisob o'tiladi. Buning uchun soliq ilovasidan ro'yxatdan o'tib 412 ming so'm to'lov qilinishi kerak. O'ziga bir yillik staj, qo'shimcha ish o'rni yaratiladi o'ziga. Kredit ta'minot turlarini bilasizmi? Bankda ishlagan ekansiz. Ta'minot turlari kafillik bilan, sug'urta bilan, zalog bilan, uy joy, texnika, shunaqa ta'minot bilan, sug'urta bilan kreditlar chiqarsa bo'ladi. Rahmat. Boshqa savolim yo'q. Rahmat kattakon. Vaqtingizni ajratib qatnashganingiz uchun. Bilan yana aloqaga chiqamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Ulandingizmi Zoomga? Diyor, ulandingizmi Zoomga? Assalomu alaykum, eshityaptimi? Endi eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Xo'p, mani yaxshimisiz? ismim Gulasal. Rahmat. Sanoat Aha, qurilish assalomu bankida alaykum. HR xizmati menejeriman. Diyor, sizni nomzodingiz Sanoat qurilish bankida mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda Aha. aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departament direktori o'rinbosari va xizmat rahbari o'tkazadilar. O'zingiz Mhm. haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin suhbat savollarga o'tamiz. Men 2004-yilda tug'ilganman. Hozirda ICFT universitetini 4-kurs talabasiman, sirtqi ta'limda. Ungacha Toshkent viloyati suv ta'minotini qurilish bo'limida ishlab keldim. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti, eshitilyapti. Sharofuddin aka, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mahalla bankirining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Mahalla bankirining asosiy vazifalarini aholini tadbirkorlikka jalb qilish, kambag'allikni qisqartirish, ularni ish bilan ta'minlash, yakka tartibdagi tadbirkorlarni moliyaviy moliyaviy jihatdan ko'maklashda yordamlashish. Shu aholini kredit olishida, ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, aholiga yaqindan ko'maklash, ular bilan ishlash. Mahalla erkinligi haqida eshitganmisiz? Eshitganman. Bu mahalla erkinligiga kimlar kiradi? Mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, soliq inspektori, ijtimoiy xodim. Rahmat. Keyingi savolim, o'zi Mhm. aholi bandligi qanday ta'minlanadi? Tushuncha beringchi. Aholi bandligi qanday ta'minlanadi? Aholi bandligi qanday ta'minlanadi? Fuqaroni doimiy daromadga ega chiqish uchun ularni tadbirkorlikka jalb qilish va mehnat qilish uchun xizmat ko'rsatish. Qilish imkoniyatlarini yaratish. Tushunarsiz. Adashgansiz uzr. O'z-o'zini band qilish tushunchasi qanaqa? Tushuntirib bera olasizmi? O'z-o'zini qanaqa band qilish? O'zini o'zi band qilish uchun fuqaroni nimasi bo'ladi? Rasmiy ishxonaga yollamasdan anaqa tadbirkorlik yo'li bilan doimiy daromad topishi aytmoqchi bo'lganman bu. Rasmiy ishxonaga yollamasdan o'zini misol tadbirkorlik bilan doimiy daromadga ega bo'lishi. Mustaqil ravishda o'sha mehnat faoliyati bilan Mustaqil ravishda daromad topish. daromad topishi shunaqa. Yaxshi. Kredit ta'minoti haqida tushunchaga egamisiz? Nima deysiz? Kredit ta'minoti turlarini bilasizmi? Kredit ta'minot turlari, Aytib bering. kredit ta'minot turlari garov, zaloglar, sug'urta, bank kafolati, depozit garovi, yana yana qimmatli qog'ozlar garovi, shumlar kafolati, yana Boshqa savolim yo'q.
Hop, Diyor, Savollaringizga mijozlarga bayağı. sifatli xizmat ko'rsatish deganda nimani tushunasiz? Nima deysiz? Tushunmay qoldim. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish deganda. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishda e, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishda ularga yaqinroq, ularga yordam berish, kredit olishida boshqa, yana eshitilyaptimi? Eshitilyapti, eshitilyapti. Shular kambag'allikni qisqarish, ularni ish bilan joylash, shunaqa yaqindan ko'maklash tushunaman. Tushunarli. Ajratgan vaqtingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Xo'p, mayli, rahmat. Assalomu alaykum. Zoomga ulandingizmi? Ketdilar shekilli nomzod kirib.
Sevinch, assalomu alaykum. Sevinch, sizga eshitilyaptimi ovozimiz? Eshitilyapti. Sevinch, yaxshimisiz? Kameringizni yoqib ola olasizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Eshitilyapti. Mani ismim Gulasal. Sanoat qurilish bankida HR bo'limi menejeriman. Sizni lavozimingiz mahalla bankiri, sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti xizmat rahbari o'tkazadilar. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Ismim Nashirova Sevinch. Hozirgi vaqtda 3-kurs talabasiman. ISFT institutida. Hozircha ishsizman. Shu nomzod bo'yicha kelganman. Nomzodlik bo'yicha. Sanoat qurilish bank faoliyati bilan tanishmisiz, Sevinch? Yo'q, unchalik emas. Yaqindan tanishmasman. Sharobiddin aka, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bank haqida tushuncha berasizmi? Bank nima o'zi? Bank bu shu foiz shu aholini qo'lidagi bo'sh turgan pulini foiz qaytarish evaziga o'ziga jalb qiluvchi tashkilot hisoblanadi. Keyingi savolim, mahalla bankiri vazifalari haqida gapirib o'tsangiz. Vazifalari nimalardan iborat? Nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa ishlar bajarish kerak mahalla bankida? Mahalla bankirimi? Shu bank bilan mahalla o'rtasida vositachi hisoblanadi. Shu bilganim. Savolim, biznes reja haqida tushuncha bersangiz. Biznes reja. Yo'q. Bu narsa haqida unaqa tushuncham yo'q ekan. To'g'risi Xo'p, bilmayman. Sevinch. Sanoat qurilish bankiga bildirgan qiziqishingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Kelgusi ishlaringizda omad tilaymiz sizga. Xo'p, rahmat. Shumi? Yo'qda. Zoomni o'chirmadingiz, Sevinch. Shekilli. British kompaniyasi bor. Zoomni o'chirmadingiz, Sevinch. Hozir
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamerangizni yoqib olasizmi? Kameram cho'tti, yana yoqilmayapti. Telefonimga zo'rmasdi. Kamerani ustiga bosyaptimi, yonmayapti. Chiqib bitta kirasizmi unda? Ha, mana yondi shekilli. Yonib o'chib qoldi. Hozir bitta chiqib kelar ekanman endi. Yonib qolgan. Ulandingizmi, Sardor? Shekilli, ko'rindimi? Ko'rindingiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Mani ismim Gulasal. Sanoat qurilish bankida HR bo'limi menejeriman. Sardor, sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Sizdan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti direktori o'rinbosari hamda xizmat rahbari o'tkazadilar. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Mani ism familiyam Olimjonov Sardor. 13-mart 1997-yil tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Oldingi ish faoliyatlarim Sog'liqni saqlash vazirligida buxgalteriyada bo'lgan. Hozirda Rakat BXMda hozir mahalla agenti bo'lib ishlab kelyapman. Faoliyatim shulardan iborat. Rahmat, Sharofning savollaringiz bormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozirgi kunda agent bo'lib ishlab kelyapsiz, to'g'rimi? Mahalla bankirini vazifalarini bilasizmi? O'shani aytib o'tingchi. Mahalla bankirining vazifalari tashabbuskor aholi bilan ishlash, tadbirkorlik jalb qilish, ularning biznes g'oyalari bo'lsa agar ularga qo'shimcha loyihalarni ishlab chiqib, kredit olish amaliy yordam berish va ularga kredit sohasida amaliy yordam berish va to'g'ri keladigan hujjatlarni yo'l yo'rini ko'rsatish. Masalan, o'zini o'zi bank qilgan fuqarolar bor. O'zini o'zi bank qilgan fuqarolarga alohida kredit yo'nalishida yordam ko'rsatib. Masalan, yatta test borlar bor, ya'ni ularga fuqaroligi xizmat ko'rsatish, moliyaviy xizmat ko'rsatish. Tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida mablag'ni olib ishlash bilan ta'minlash, shularni ichida bo'ladi. Hop, yana mahalla bankining asosiy vazifalaridan biri mahalla agentlari orqali bank xizmatlarini tadbirkorlarga targ'ib qilish, savodxonligini, fuqarolarning moliyaviy savodxonligini oshirish. Hamda masalan o'zimiz bank sohasida o'zimiz bankka mijozlarni jalb qilishlar, shularga kiradi. Asosiy vazifalardan hisoblanadi shular. Mahalla bankining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. O'zini o'zi band qilish deb aytib o'tdingiz. U nima o'zi? Qanaqa tushuncha? Masalan, hozir kam ta'minlangan oilalar bor, ko'proq. O'shalarga o'zini o'zi band qilib, o'shalarga kredit ajratsak ham, ular ham kam ta'minlangan oila ro'yxatidan chiqadi. Ham moliyaviy savodxonligi oshadi, hamda ish faoliyatiga ega bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan holatda, masalan, o'zini o'zi band qilganlarga bizda 30 milliondan kredit ajratiladi, 25% dan 36 oyga. Hamda yana o'zini o'zi band qilgan fuqarolarimizga 300 million so'mgacha taksi xizmatini olib borish uchun 25% dan kreditlarimiz bor. Endi 300 million so'mni boshda 30% to'lov bo'ladi. Endi taksi xizmatini olib bormoqchi bo'lgan fuqarolarga o'zini o'zi band qilib ish faoliyatini boshlash mumkin. Masalan, bizda biz e'tiborimizni ancha shunga qaratamiz. Hozirda mahalla agent sifatida
o'zini o'zi band qilishga qaratib, kambag'allik reyestrdan chiqarishga, shularga biz ancha harakat qilyapmiz va samaradorlikka erishdik ancha. Hozir masalan, mani mahallam Belariq bo'lsa, Belariqdan hozir ikkita oilani kambag'allik, ya'ni qizil reyestrdan yashil reyestrga olib chiqdik. Chopin mo'shnalarni olib berib, kredit ta'minoti asosida oldingi mahalla bankirimiz bilan faol ishlab, shu narsalarga erishdik masalan biz. Rahmat. Keyingi savolim, kredit ta'minot turlarini bilasizmi? Nimalar kiradi bunda? Ta'minot turi garov, kafillik, masalan bank kafolati, sug'urta, depozit garovi bo'ladi. Hamdasi eng dolzarb hozirda qimmatli qog'ozlar garovi. Masalan, garovga misol keltiradigan bo'lsam, eng dolzarblardan biri hozir mashina va uy-joy, ipoteka, shu xizmatlar kiradi. Shulardan biz masalan ancha ko'p foydalanamiz. Biz hamda bankimiz orqali targ'ib qilamiz shu narsalarni biz ko'proq. Mahalla yetiligi haqida tushuncha bering. Kimlar kiradi? Burangiz eshitilmay qoldi, uzilib qoldi. Mahalla yetiligi haqida eshitgansiz, to'g'rimi? Ularga kimlar kiradi tarkibiga? Mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, hamda xotin-qizlar faoli kiradi, mahalla inspektorlari, ijtimoiy xodim, soliq inspektorlari kiradi. Endi ularning vazifasi aholini muammosini aniqlash, xonadonlarni o'rganish, ishsiz fuqaroni ishga joylash, kredit, subsidiya, ijtimoiy yordam tashkil qilishdan hisob kiradi ularning asosiy vazifalariga, 7 taning vazifalariga. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Dor ajratgan vaqtingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sanoat qurilish bankiga qiziqish bildirganingiz uchun ham sizga rahmat. Kelgusi ishlaringizda omad tilaymiz. Siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Xo'p, rahmat sizlarga ham, vaqtingizni ajratganingizga. Sog' bo'ling. Rahmat.
Abduvohid, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Gulsafar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mani ismim Gulasal. Sanoat qurilish bankida HR xizmati menejeriman. Sizni nomzodingiz Sanoat qurilish bankida mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti direktori o'rinbosari hamda xizmat rahbari o'tkazadilar. Xo'p, Abduvohid, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bering, keyin savollarga o'tishadi. Men Omonov Abduvohid Zofir o'g'li 2001-yil 6-dekabr tavallud topganman. Men 2025-yil 22-iyulda Kimyo xalqaro institutini tugatganman moliya yo'nalishida. Hozirda Apex banki aksiyadorlik jamiyati kechki kassir lavozimida ishlab kelmoqdaman. Xo'p, rahmat. Sharofnok, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum, Abduvohid, yaxshimisiz? Sizga Assalomu alaykum. savolim, mahalla bankining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Aytib o'tsangiz. Mahallada ishsiz qolgan insonlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni biznes g'oyalarini loyihalashtirish, shuni tatbiq qilish, mahallaga borib aholi bilan suhbat o'tkazib, shu aholi g'oyalarini eshitib, shu g'oyalarni biznes g'oya egalarini suhbatlarini eshitib, shu biznes g'oyalarga ko'maklashish va loyihani amalga oshirish, loyihani amal oshirish jarayonida oxirigacha qatnashish va davom ettirish. Bundan tashqari mahalla bankirining vazifalari namunali oila a'zolarini daromadini, yillik daromadini 60-70 milliongacha oshirish. Bundan tashqari kam ta'minlangan oila a'zolarini ish bilan bandligini ta'minlash mahalla bankining vazifasiga kiradi. Keyingi savolim, mahalla yettiligi nima bu? Kimlar kiradi mahalla yettiligiga? Mahalla yettiligiga mahalla raisi, ya'ni mahalla raisi kiradi. Bundan tashqari profilikatsiya inspektori kiradi, hokim yordamchisi kiradi, keyin soliq inspektori kiradi. Uzr, kimdir ularni oldimi? Gulasal. Mahalla yettiligiga mahalla raisi. Uzr, gapingizni bo'lyapman. Muhammad Ali, 5 daqiqadan keyin kirasiz. Eshitilyaptimi hali? Gapirsam ma'lum? Gapiravering, eshitilyapti. Mahalla yettiligiga mahalla raisi kiradi, hokim yordamchisi kiradi, keyin profilikatsiya inspektori kiradi, keyin soliq inspektori kiradi. Soliq inspektoridan tashqari ijtimoiy xodim kiradi. Ijtimoiy xodimdan tashqari yoshlar yetakchisi ham kiradi. Savolim, band qilish nima? Ovoz past kelyapti aka, bir takrorlab yuborasizmi? O'zini o'zi band qilish nima? Tushuncha bering. O'zini band qilish deganda vaqtincha ishsiz odamni ish bilan ta'minlash, ya'ni har qanday yakka tartibda o'zini o'zi band qilgan shaxs yakka tartibda tadbirkorlikka jalb qilish, ya'ni mehnat bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash, ishsiz odamni ish bilan ta'minlash. Kredit haqida tushunchaga egamisiz? U kredit ta'minoti turlari qanaqa? Kredit ta'minot turlari tushuncham bor. Bularga garov kiradi, keyin bank kafolati kiradi,
bundan tashqari sug'urta kiradi. Sug'urtadan tashqari tovar aylanmasi kiradi. Tovar aylanmasidan keyin esa qimmatli qog'ozlar obligatsiyasi kiradi. Rahmat sizga, boshqa savolim yo'q. Yo'q, rahmat sizga kattakon, Sanoat qurilish bankiga bildirgan qiziqishingiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun. Kelgusi ishlaringizda omad tilaymiz. Siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Bo'ladi, rahmat. Muhammad Ali, assalomu alaykum. Ulandingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mani ismim Gulasal, Sanoat qurilish bankida HR xizmati menejeriman. Muhammad Ali, sizni nomzodingiz mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti direktori o'rinbosari hamda xizmat rahbari o'tkazishadi. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Hozir savolim borda. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib berasiz? Boshqa narsa aytsam bo'ladimi? O'zi bu narsani anaqa mahalla bankirligiga topshirishimdan oldin men bilmagandim-da bu haqida. O'shanga arizamni bekor qilishinglarni so'ramoqchi edimda. Men bu mahalla bankirligida ishlolmayman-da. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Ajratgan Uzr lekin. vaqtingiz salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.
Hozir yana bitta nomzodimizda Zoomga kirishda muammo bo'layotgan ekan, hozir ulanadilar. Bobur, assalomu alaykum. Zoomga ulandingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mani ismim Gulasar, Sanoat qurilish bankida HR xizmati menejeriman. Bobur, sizni nomzodingiz Sanoat qurilish bankida mahalla bankiri lavozimiga ko'rib chiqilmoqda. Siz bilan suhbatda aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish departamenti direktori o'rinbosari va xizmat rahbari o'tkazildi. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Xo'sh, mani ismim Abdurahim Boburjon Jaloliddin o'g'li. 2006-yilda tug'ilganman. Hozirda 8 oydan beri Chirchiq shahar Anor bankida katta mutaxassis lavozimida ishlayman. Bo'ldi, adashmasam to'liq ma'lumot o'zim haqimda. Hop, Sharofiddin aka, savollaringiz bormi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mahalla bankirining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Uncha berib o'ting. Xo'sh, mahalla bankining asosiy vazifalari o'sha mahallada yashaydiganlarga ma'lumotlar berish va ularni masalan omonat ochmoqchi bo'lsa, o'sha sistemada masalan qanaqa yo'nalishdagi omonatlar bor, o'shalarni tushuntirish, shunaqa narsalarni o'rgatish kerak bo'ladi. Ovozingiz uzilib qoldi. Nima deysiz? Orada ovozingiz uzilib qoldi, eshitmadik javobingizni. Qaytarib o'tasiz? O'sha mahallada yashaydigan odamlarga bank sistemasidagi to'g'ri ma'lumotlarni berish va ularni bank to'g'risidagi qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga javob berish
va ularga bank tomonidan kerak bo'lgan xizmatlarga hammasiga yordam berish vazifasi endi shu shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Undan tashqari fuqarolar masalan hozir ko'p banklardan kredit olib to'g'ri maqsadda foydalanilmayapti. O'sha masalan bu yo'nalish bo'yicha ham yordam berib qilsak bo'ladi. Kreditni to'g'ri maqsadda olish, ularga masalan ortiqcha pullari bo'ladigan bo'lsa bankka Ovoz uzilib qoldi. Ovoz eshitilmay qoldi. Bobur, ovozingiz uzilib qoldi. Bobur, ovozingiz uzilib qoldi. ovozim eshitilyapti. Bobur, chiqib qaytib kira olasizmi? Alo. Mana endi ko'rinyapti. Sharofuddin aka, savollaringizni berasizmi? Haqida tushunchalaringiz bo'lsa kerak. Bankda ishlagansiz, to'g'rirog'i. Mikro loyiha nima? Mikro loyiha haqida tushuncha bera olasizmi? Mikro loyiha haqida? Nima o'zi mikro loyiha? Xo'sh. Mikro loyiha bo'ladigan bo'lsa, shu kichkina mikro amaliyotlar yoki qanaqadir masalan mikro biznesdagi ajratiladigan mablag'lar o'sha hammasi mikro loyihaning ichiga kirib ketadi. Hozirgi vaqtda man 8 oydan beri Anor bankda monitoring krediti bo'limida ishlayman. O'sha sababdan ozgina siz berayotgan savollarga hozir qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin mani o'rganish anaqam o'zlashtirishim juda tez. Sharofuddin aka, boshqa savollaringiz yo'qmi? Keyingi savolim aholi bandligi qanaqa ta'minlanadi? Aholi bandligi? Aholi bandligi. Xo'sh, aholi bandligi shu o'zlari ishlayotgan joyidan kelib chiqib hujjatlar bilan aniq qilinadi. Kredit ta'minoti turlarini ayting. Ovozingiz past kelyapti. Kredit ta'minoti turlarini aytib bering.
Kredit ta'minot turlari. Kredit ta'minot turlari. Savolingizga aziz yaxshi tushunmadim. Boshqa savol? Bobur ajratgan vaqt uchun sizga kattakon rahmat. Ishlaringiz davom ettiring. Yana aloqaga chiqamiz siz bilan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, rahmat. Sharofiddin aka sizga ham rahmat. Tugatdim nomzodlarimiz oxirgisi bo'laydilar. Rahmat.